Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun Nurmuhammad Damollarning bog'ini ko'rmaga keldik. Bog'larni qaranglar. Shu darajada chiroyli etib uzatgan, taxlagan ozg'ana yer bo'lishine qaramasdan deydi, 300 dan ortiq meva egib qo'yibman deydi. Mana Nurmuhammad Damollarning o'zi ham ana shu yerda. Damollar, endi bu necha tip ekdingiz bu yerga? Bunda bu 300 tüpten ziyad men sanını bilmeymiz yani sanat kıyın da beter septiğimiz bunday yegili olgan şuna 300'den ziyad 300'den artıq Nurmuhammad Damollarning o'zi asli kasbi yoshlarni mashina boshqarishda o'rgatadi. Bu deydi bog'bonchilik meni hobbim deydi. Lekin bog'ingizga ko'z tegmasin, buningizdan barakat toping. Bizim yollara da yollar temirlaş karxanasında işledim. Ömür devamında 38 yıl şu yerdə işlep. Hazır bu vaxtda Aslan Mektep'te balalardı provaga tayarlayman. Mesafadan tayarlayman. Tumanlar vilayet boyunca uyda kurs açıp koyupman Xudo xolasa. Kimler gelme var da farzandlarini o'qitaman desa telefonumuzda tashlab qo'yamiz Xudo xolasa. Endi bu bog'bonchilikqa kelsak qiziqaman-da, shu bir doimiz bor edi, Xudo bergan Sofi degan ustozimiz shundan o'rganganman payvandlashlardi. Mana hozirda o'zim ham shagird chiqarib qo'yibman ovulda, mahallamizda sovib mana elga xizmat qilib o'tdi. Aminov Shakirjon, mana Xudo xolasa murojaat etasizlar, endi keyin do'lik sovib bo'ladi, bo'day pishdi. Xudo xolasa yordam qilamiz endi. Ma'lumot o'rnida aytaman, o'zim ham shu domlalarning qo'lida tayyorlanib prova olganman. Lekin bog'ga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ko'rib bog'da dilingiz yayraydi bog'da o'rtoqlar. Qaranglar, biri-biridan chiroyli. Yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yasizlar.